Nima uchun hovlini qorong'ida supurish shart? Nima uchun kelinlar soat 4 da yotsa ham 5 da turib qorong'ida hovli supurishi shart? Qaysi kitobda kelinlar qorong'ida hovli supursa qo'y taqsimlanadi, rizq taqsimlanadi yoki umri uzayadi deb yozib qo'yibdi? Hamma uyda vaziyat har xil. Nozik tanroq kelin bo'lsa 7 da supursa ham supursa bo'ldi-da. Jismoniy agar o'zini yetkiza olmasa, nima uchun uni ketiga tepib yurib sahar soat 4 da supurishga chiqarish kerak? Hurmatli qaynanalar, hurmatli erlar, o'rgilaysizdan o'sha hovli supuriqsiz qolmaydi-yu, yoki soat shu 5 da deylik o'sha yurtda hokimi hovli yurib, qaysi kelin 5 da turdi yoki turmadi degan hisob kitobda oldirmayapti-yu. Nima uchun bunday aziyat berasiz kelinlarga?